Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Men sizlarga bugun o'zim Xorazm viloyatidanman, Hazorasp tumanidan shu mashinachani sotib olganmiz. Otamiz minish uchun, mahallada minish uchun. Elektromobil bahosi 26 million so'm bo'lgan. Biz olgan paytimizda 2 oy bo'ldi olinganiga. Juda ham yaxshi narsa ekan. Hozirgi sovuq kunlarda 70-80 kilometr yurib beradi. Bir zaryadkasi bilan, bir zaryadkasi taxminan 220 vattda qo'yasiz. 5000 so'm bilan bir zaryadkasi to'ladi. Shu bilan 80 kilometr yurib beradi. Balonlari 10 lik razmerda. Metallari normalniy qattiq. Farlari ham chiroyli. Orqa stoplari ajoyib. Mana shu yerdan zaryadga qo'yadigan joyi bor. Mana 220 da oladi polni. Eshiklari toshni geliknikiga o'xshaydi. Eng yaxshi mas bo'lgan joyi mana shu bokovoy. U yoqqa bu yoqqa ketadi, yana oyna shishalari ham tiniq ko'rsatmaydi. Ichkarilarini ko'rinadimi, yo'qmi? Ana nima mexanika emas, qisqasi mashina. Mana shu buragichda avtomat korobka boshqarsangiz bo'ladi. Tormoz bor и gaz bor. Gaz pedali bor. Yuqorida lyuklari bor. Mana. Lyuk bor. Mexanika Gentrada yo'q lyuk. Bu mashinada bor. Oldlari kechqurun mana shu yerlari yonib turadi, lampalari chiroyli bo'lib. Hozircha nomer taqilmadi. Bundan do'stlar, Xorazm viloyatida Xonqa tumanida Urganch shahrida ikkita joyda do'konda sotiladi, zakaz bilan olib kelib beriladi. Agarda bu mashinani haydayman desangiz, sizda o'zingizda oldin mashina haydagan bo'lsangiz, pravangiz bo'lgan bo'lsa, shuning o'zi bilan haydayverasiz. Ruxsat berishgan. Yo'q, sizda prava yo'q bo'lsa, noldan endi olmoqchi bo'lsangiz, A1 degan toifa chiqqan. Hozir shuni olib, keyin bu mashinani haydashingiz mumkin bo'ladi. Nomer taqinglar deb aytishgani yo'q hozircha. Yana ma'lumotlar kerak bo'lsa, qiziqsangiz, hozir kaliti yo'q ekan menda, otam haydaydilar buni. Ichkarilarini keyingi videolarda ko'rsatib boraman, xudo xolasa. 26 million so'm. Bu narsa o'zi Xitoydan parcha bo'lib keladi, zapchast bo'lib keladi. Kokonda yig'lar ekan bu narsa, Kokonda. Qisqasi YouTube'da yo bo'lmasa Instagramda Bodo Moto deb qarasangizlar, shu sahifaning ichida, akkaunt profillarining ichida shu mashina kelib chiqadi, telefon nomerlari bor, qiziqsangizlar.